Assalamualaikum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurrashid. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun Aysa və Qurultayının bayonotchisi, Qurultay Ayollar Komitetining müdiri Zumratay başçılığındakı Qurultay heyəti 18 may başlagan 3 günlük Shvetsiya ziyoratini muvaffaqiyatli oyoqlashtirdi. Dolqun Aysa başçılığındakı heyət ziyorat jarayonida Shvetsiya parlamentining bir qism a'zolari, Shvetsiya Tashqi ishlar ministerligining mas'ul xodimlari va ba'zi siyosiy partiyalarning mas'ullari bilan, shundaqla xalqaro kechirim tashkiloti qatorliq ba'zi kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari bilan keng doirada uchrashuv olib bordi. Qurultay raisi Dolqun Aysa başçılığındakı mazkur heyətning bu qitimqi Shvetsiya ziyoratining asosiy maqsadi bo'lsa, Uyg'ur sud kollegiyasining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyat qarorini Shvetsiya hukumatiga e'tirof qildirish, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Shvetsiya parlamentining e'tirof qilishni qo'lga keltirish, Shvetsiya hukumatidan Uyg'ur majburiy emgakka chetishlik mahsulotlarining import qilinishini cheklashni talab qilishdan iborat bo'lib, BDT kishilik huquq kengashining oliy komissari Michel Bacheletning oldimizda ilib bormoqchi bo'lgan Sharq Turkiston ziyorati va BDT tarafidan o'tgan yil hozirlangan Uyg'ur kishilik huquq umumiy doklatining e'lon qilinishining hozirgacha kechiktirilishi qatorliqlarmi bu qitimqi ziyoratning muhim temasi bo'ldi. Undan boshqa Dolqun Aysa afandim yana Shvetsiyada yashayotgan bir qism Uyg'ur jamoati bilan suhbat olib berib, ularning qurultay va milliy da'voyimizga munosabatli turli savollarga javob berdi. Dolqun Aysa afandim bu munosabat bilan istansimiz qilgan so'zida Yevropadagi boshqa davlatlarga qaraganda Uyg'urlarni yaxshiroq biladigan Shvetsiyaliklarga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'ntish orqali Shvetsiya parlamentida Uyg'urlar munosabat qarorlarini olg'izish va ilgirki yillarda qurilgan Shvetsiya parlamentining Uyg'ur do'stlik guruhisini qaytadan jonlantirish va uni jiddiy harakatga o'tkazishning bu qatorliq faoliyatlarning asosiy maqsadlaridan biri bo'lganligini eskartib o'tdi. Undan burunmu Dolqun Aysa afandim yuqorqi maqsaddan Norvegiya, Finlandiya va Daniya qatorliq Shimoliy Yevropa davlatlarini ziyorat qilib bir qator muhim uchrashuvlar bo'lgan edi. Bu qitimqi Shvetsiya ziyorati Dolqun Aysa afandimning Shimoliy Yevropa davlatlari qilgan xizmat ziyoratining oxirgi bekiti bo'lib hisoblanadi. Amerika bilan Yevropa ittifoqining 16 may Paris shahrida o'tkazilgan savdo va texnik suhbatidan keyin e'lon qilingan qo'shma bayonotda Yevropa ittifoqi, Amerika va fuqaroviy jamiyatlar birlikda dunyo miqyosida majburiy emgakka qat'iy xotim berish lozim deb ko'rsatildi. Janubiy Xitoy atganlik gezitining 16 maydagi obzor maqolasida ko'rsatilishicha, Yevropa ittifoqining savdo ishlariga mas'ul raisi Valdis Dombrovskis bu haqda to'xtalib, biz ittifoqdoshimiz bilan Xinjiang rayonidagi majburiy emgakka chetishlik mahsulotlarini cheklashni qanday qilganda eng zo'r darajada unum qozong'ili bo'lganligini tafsiliy muhokama qildik degan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken va savdo ministri Jima Raimondo bevosita ishtirok qilgan bu yig'inning qo'shma bayonotida Xitoydagi majburiy emgak masalasining bevosita o'ttirib qo'yilishi mohiyati Sharq Turkistondagi majburiy emgak masalasi allaqachon ikki taraf o'rtaq muzokiralashayotgan tema bo'lib qolganligidan bishorat deb qaralayotganligi ma'lum. Obzor maqolasida aytilishicha, Sharq Turkistondan chiqayotgan quyosh energiyasi taxtasi, kam uchraydigan mineral moddalar va paxta mahsulotlari oldingi mezgillarda Sharq Turkistonga majburiy emgak bilan bog'langan holda tilg'inilgan bo'lsa, bu qatimqi yig'indan keyin majburiy emgak temasiga chetishlik doiraga hokim mutlaqlikni amalga oshirishga yordam bo'ladigan yuqori fan texnika, jumladan taqlidiy aql va G6 texnikasi qatorliqlarning qo'shildiganligi alohida ta'kidlangan. Amerika Xitoy munosabatida bargan sir cho'ng yeriqlar paydo bo'layotganda, Xitoyga nisbatan taximi zo'r cheklash kuchiga ega bundaq bir yuzlanishning o'ttirg'i chiqishi to'g'risida Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken aniq qilib, biz Xitoyni cheklayotganimiz yoki uni besayotganimiz yo'q. Biz faqat ularni ochiq va erkin bo'lgan xalqaro qonunlarga, shuningdek biz necha 10 yil vaqt sarf qilish badaliga qurib chiqqan dunyoviy tartibga rioya qilsin demoqchimiz degan. Ammo yaqinqi mezgillarda ma'lum bo'lishga boshlagan ba'zi uchurlar Xitoydagi bir qism shirkatlarning Amerika ijro qilish oldida turayotgan majburiy emgakka qarshi choralarining suzgichlarini salomat o'tib ketish uchun mudofaa choralarini ishga solayotganligini ko'rsatmoqda ekan. Bo'libmi Sharq Turkiston bilan bog'lanishliq bo'lgan majburiy emgak mahsulotlarining bir qismi hozir Vyetnamda ishlangan, Kambodjada ishlangan degandek yolg'on markalar bilan o'rab qochilinib, davomli holda G'arb bozoriga eksport qilinmoqda ekan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika bilan Yevropa ittifoqi Xitoy masalasida ko'p masalada o'rtaq qarashga ega bo'lsa-mu, amaliy harakat jihatda Yevropa ittifoqi Amerika hukumatidek aktiv emas ekan. Ba'zilar bu jihatdan olganda Amerika hukumatini Yevropa ittifoqiga texmi ko'proq besim paydo qilishi lozim deb qaramoqda ekan. Holbuki Ukrainadagi urush vaziyati tufaylidan Yevropa ittifoqi diqqat markazini izchil Rossiyaga qo'yib kelmoqda ekan. Amerika adliya tarmoqlari bir nafar Amerika fuqaroligidagi Xitoy bilan 4 nafar Xitoy jamoat xavfsizlik ministrligining xodimlarini josuslik qilish va Xitoyning chegara halqan besim harakati bilan shug'ullanish jinoyati bilan ayblanib sotga tortilgan. Bu delo New York shahrining Brooklindagi federal sudida sotlangan Amerika adliya ministrligi tarqatgan bu vaqtdagi bayonotda
Yuqorqi Xitoy josuslarining Amerikaning Nyu-York va boshqa joylardagi Xitoy kommunist hukumatiga qarshi deb bilingan o'qituvchi Xitoylar, Hongkongliklar va hatto Uyg'urlar ham Tibetlar ustidan josuslik qilganligi bayon qilingan. Bu 5 kishi Nyu-York shahrining Queens degan yerdan bo'lgan 73 yoshlik Wang Shujun, Guangdonglik Feng He, Qingdonglik Ming Li, Guangdonglik Xiaoli va Ming Li, Qingdaolik Lu Kechanglar ekan. 70 yoshlik Wang jinoiy ishlar arziga asosan 16 mart qo'lga olingan bo'lib, qolgan 4 da qochib yurmoqda ekan. Bu kishilar Amerikaning Nyu-York shahridagi va boshqa shtatlardagi Xitoy kompartiyasiga qarshi yoki Xitoy hukumati yaxshi ko'rmaydigan Xitoy o'qituvchilar, Uyg'urlar, Tibet va Hongkongliklarni ta'qib qilish, uchur to'plash, Xitoyning jixiy tarmoqlarga uchur yetkazish, Vietnam chaplash, parakandichilik silish va hatto suiqasd planlashda qilmishlar bilan shug'ullangan. Amerika Adliya Ministerligining bayonotida ko'rsatilishicha, 70 yoshli Wang Shujun uzun yil Nyu-Yorkda yashagan bir ilmiy xodim bo'lib, o demokrat qiyofada kirib olganligidan kishilarning ishonchiga erishgan biri ekan. O buningdan foydalanib nurg'un o'qituvchilar bilan aloqa qilib, ularning o'y-xiyollari, faoliyatlari va hatto faoliyatlar so'zilmoqchi bo'lgan nutq qatorliq uchurlarga erishgan. Uni Xitoy Jixiy ministerlik xodimlariga kundalik xotira degan namozni yo'llab turgan. U yana Uyg'ur, Tibet va Mo'ng'ullarni ta'qib qilgan. U aloqa qilgan bir Hongkonglik faoliyatchi Hongkong qaytgandan keyin Xitoy tarafidan qo'lga olingan. Amerika Adliya Ministerligi Davlat xavfsizligi bo'limining bosh taftish yordamchisi Matthew G. Olson bu vaqtda qilgan so'zda mundaq degan: "Biz Xitoy va boshqa har qanday mustabid hukumatning davlatimizga bostirish tadbirlarini eksport qilishiga yo'l qo'ymaymiz. Biz har qanday bir chet el hukumatining so'z erkinligimizga to'sqinlik qilishiga, qonunlarimizning qo'g'dilishini rad qilishiga, shaxslarning bexatarligiga yoki oilasining bexatarligiga tahdidlashiga yo'l qo'ymaymiz va uni qonuniy javobgarlikka tortamiz" degan. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın iş faaliyetlerini ko'rsatadigan mustaqil bir organ yaqinda 83 betlik bir dokladda e'lon qilib, BDT kishilik huquq kengashi alayda ma'lumotisining Beijing qilgan bir safar mezgilida Xitoyning Uyg'urlar haqidagi saxt tashviqotlarga yantayoq bo'lganligi va Xitoydan 200 ming dollar pul olganligini oshkorlagan. BDT kuzatish tashkiloti, ya'ni UN Watch dokladida BDT kishilik huquq kengashining alayda ma'lumotchisi Alina Dohanni darhol bu pulni Xitoyga qaytarishga chaqirgan. Mazkur organning dokladida ko'rsatilishicha, Alina Dohan vazifa o'tayotgan mezgilda Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni rad qilgan tashviqot harakatlariga aktiv moslashgan va bu sababli Xitoydan 200 ming dollar pul olgan. U Xitoy hukumati 2021 yil 8-sentabr kuni o'rinlashtirgan Xinjiang yaxshi joy nomli tor programmasiga qatnashgan. U bu yig'inga Xitoyning BDTning Janvadagi bosh organi turishliq bosh elchisi Chen Shu bilan birlikda qatnashgan bo'lib, Chen Shu bu yig'inda Xinjiangdagi har millat kishilari o'z qo'li va tirishchiligiga tayanib baxtli turmush kechiryotidi degan. Bu yig'inda yana atalmish Uyg'ur rayonining raisi Erkin Tuniyaz Amerika va boshqa g'arb davlatlarini Xinjiangning har millat kishilarini ishga o'rinlashtirishda ko'rsatgan g'oyat zo'r tirishchiligiga ko'z yumdi deb ayblagan edi. BDT kuzatish tashkiloti dokladida Alina Dohanni bu programmaga qatnashish orqali Xitoy hukumatining millionlagan Uyg'urlar qilgan ziyonkashligidan oqlanib chiqishga yordam berdi deb ayblagan. BDT kuzatish tashkilotining ijroiya mudiri Haylil Nier mundaq degan: Xitoyning hozir Alina Dohan ishlaydigan BDT kishilik huquq ishxonasiga ta'sir ko'rsatish uchun misli ko'rilmagan darajada pul to'lashga tayyorligi muqarrar. Ular bu shaxslarning BDTdagi o'rin orqali o'zlarining mustabid va ra'imsiz hokimiyatlarining kishilik huquq dafsanchiliklarini oqlashga urinmoqchi. Haylil Nier yana mundaq degan: BDTning barliq kishilik huquq elchilariga o'xshash Alina Dohanning mustaqillik, samimiyat, tarafsizlik prinsiplarini qo'g'dash majburiyati bor. U Xitoy hokimiyatidan 200 ming dollar elib, BDTning eng asosiy axloq prinsipiga xiloflik qildi. Biz Alina Dohanning pulni darhol qaytarishga, BDT kishilik huquq mutaxassisining Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga qartilgan jinoiy qilmishlarini oqlashiga aktiv yordam qilayotganligi to'g'risidagi gumonlarni yo'qitishiga chaqiramiz. Haylil Nier so'zda yana BDT bosh kotibi Antonio Guterres, kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet va Amerikaning BDTdagi bosh elchisi Linda Thomas Greenfieldga chaqiriq qilib, Alina Dohanni javobgarlikka tortishni talab qilgan. 5-oyning 18-kuni Gollandiya parlamentida Uyg'urlar to'g'risida muhim yig'in o'tkazilgan. Yig'inda Gollandiyada hozir hokimiyat beshidagi hukumatni qurgan Xalqning erkinligi va demokratiya partiyasi, Xristian Demokrat partiyasi va burundan tortib Uyg'urlarni qo'llab kelayotgan ko'chmanlarning haq-huquqini qo'g'dash partiyasining Gollandiya parlamentidagi mas'ullari qatnashgan. Yig'inda Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyatining bosh kotibi Obulqosim Apandi bilan lager shohidi Qalbinur xonim Uyg'urlarning hozirgi ig'ir vaziyat to'g'risida ma'lumot bergandan sirt Uyg'urlarning talablarini yetkazgan. Obulqosim Apandi Gollandiya parlamentida bu uchrashuvni elib berishlik maqsad haqida to'xtalib mundaq dedi: Bu uchrashuv ikki mazmunga markazlashgan bo'lib, birinchisi Vietnamimiz Sharq Turkistonning umumiy vaziyati haqida ularga ma'lumot berildi. Buningda lager shohidi Qalbinur xonim Vietnamimizning hozirgi ig'ir vaziyatini qisqacha anglatgan bo'ldi. Ikkinchisi bo'lsa biz Uyg'urlarning Gollandiya hukumati va Gollandiya davlatiga bo'lgan talablarimizni o'tirib qo'ygan bo'ldik.
Chunki Gollandiya parlamenti Yevropada tunji bo'lib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilgan edi. Shunga ularning biz uchun qilgan xizmatlarini bayon qilib o'tib, rahmat aytgan bo'ldik. Obulqasim Efendi bu qatim uchrashning eng muhim tarafining BDT kishilik huquq kengashining oliy komissari Michel Bachelet xonim boshchiligidagi bir hay'atning mushu oyning oxirida Xitoyni ziyorat qilishdan burun Uyg'urlar to'g'risidagi kishilik huquq dokladini e'lon qilib o'tish kerakligini talab qilish bo'lganligini bayon qildi. U mundaq dedi: Bu uchrashda eng muhim bo'lgan narsa BDT kishilik huquq kengashining Uyg'urlar to'g'risidagi dokladini kechiktirganligini. Mazkur dokladni e'lon qilmay turib, Michel Bachelet boshchiligidagi bir hay'atning Sharq Turkistonni ziyorat qilishdan ansirayotganligimizni Gollandiya parlamentiga yetkazdik. Hem ularning jiddiy holatda BDT bilan ko'rish orqali dokladning baldiroq e'lon qilinishini, Xitoyning aldam holatiga tushmasligi kerakligini alayda ta'kidlab o'tgan bo'ldik. Umum qilib aytganda, Gollandiya parlamentidagi bu uchrashishimiz nihoyat yaxshi o'tdi. Gollandiya parlamenti Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilgan tunji parlamentlarning biri bo'lib, Uyg'urlarning vaziyatiga yaqindan ko'ngil bo'lib kelmoqda. Aziz ko'rurmanlar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundik. Keyin qitimli programmamizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.